İbadetning shartlari qancha? Qanday qilganda iroda mustahkam bo'lgan bo'ladi? Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Assalamu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Tövende diqqətinizə İmam Hafiz Al-Hakamining İslam aqidasiga dair savol-javoblar kitobidan banda va bandichilik bobidan 8-savol. İbadetning shartlari qancha? 9-savol. Qanday qilganda iroda mustahkam bo'lgan bo'ladi degan savollarning javoblarini o'qiymiz inshaalloh. Ba'du billahi minash-shaytonir-rojim. 8-savol. İbadetning shartlari qancha? İbadetning shartlari 3. Birinchi, haqiqiy iroda. Bu shu ishning vujudga chiqishining shartidir. Ikkinchi, xolis niyat. Uchinchi, Allah subhanahu va taala buyurgan shariat o'lchamiga muvofiq kelish. Bu ikkisi qabul bo'lishning shartlaridir. 9-savol. Qanday qilganda iroda mustahkam bo'lgan bo'ladi? Javob: o'rinliq va sustlik qilmay, so'zi bilan harakatining birdek bo'lishi uchun barliq tirishchanligini ko'rsatganda, ondan iroda mustahkam bo'lgan bo'ladi. Bu haqda Alloh subhanahu va taala Sura Sof 2-3 oyatlarda mundaq deydi: يا أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. Tercümesi: Ey müminler, sizler nima uchun qilmaydigan ishni qilamiz deysizlar? Ya'ni amalda sizlar qilmaydigan yaxshi ishlarni nima uchun og'zinglarda qilamiz deysizlar? Sizlarning qilmaydigan ishni qilamiz deyishinglar Allah'ның dergahida eng o'ch ko'rildigan narsadir. Alhamdulillah, yuqorida İmam Hafiz Al-Hakamining İslam aqidasiga dair savol-javoblar kitobidan banda va bandichilik bobidan 8-9 savollar, ya'ni ibodatning shartlari qancha? Qanday qilganda iroda mustahkam bo'lgan bo'ladi? Savollarga javobni angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.